Biz bugün Kiçik Çimyan Cho'qqisiga qarab yo'l oldik. Quyosh endi tog'lar orasidan ko'rinmoqda. Katta Chimyon cho'qqisi hali qor. Yo'lda davom etmoqdamiz. Yo'limizni boshlanishi shunaqa o'rmonli yo'llardan o'tar ekan. Biz Pesочный перевалga chiqa oldik. Pesочный перевал deyilishiga sabab qumli tarkibli toshlar. Endi bu yog'iga cho'qqi ko'tarish boshlaymiz. Perevali bu yog'i esa Bekam darasiga olib chiqadi. Bu yoqdagi manzara o'ta chiroyli. Bu esa Katta Chimyon cho'qqisi. Ortidagi ovchilar cho'qqisi. Mana shunday go'zal manzara. Pastda esa Chimyon. Kichik Chimyon cho'qqisiga, dastlabki cho'qqisiga ko'tarilib oldik. Bu yerda manzara o'ta dahshat. Bu yoqda Yangiqo'rg'on, Gurchumurla, Yakatut, Kutubxona, Chorvoq suv ombori hamma yoq ko'rinib turibdi. Nolalar endi ochilibdi. Qor ham kam qopti. 2 kunlarda yerib ketsa kerak. Mana Nolalar endi ochilish boshladi. Va nihoyat Kichik Chimyon cho'qqisiga yetib keldik. Bu yerdagi manzara shunday. Bu yerda Katta Chimyon cho'qqisi ko'rinib turadi. Ovchilar cho'qqisi esa u ham juda yaxshi ko'rinadi. Uzoqda esa tog'lar, qorlar. Ana shunday. Endi habet qilamiz.